هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Zümer tefsiri 53. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zümer suresi 53. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlarga azob kelib, yordamga erisholmaganinglardan burun Rabbinglar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtum-tut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allah'ın şeriatini ve dinini mesxir qilguvchilardan edim deb qolmaslik uchun yoki Allah meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlim bo'ladim deb qolmaslik uchun yoki azobni ko'rgan chaqda koshki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Rabbiga bo'ysunsin. Durus, hakikaten sana mening nurg'un oyatlarim, yani hidayet sebep bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkar qilding, bo'yin tovliq qilding, sen kofirlardan bo'lding. Azob kelishdan burun tavba qilishga chaqirish to'g'risida. Bu ayet kerim kafirlar ve başkalardan bo'lgan barliq osiylarni tavba qilib Allohga qaytishga chaqirdi ve gunohlarining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, agar u dengizning kupikidek ko'p bo'lsa-mu gunohlaridan tavba qilgan ve uningdan qaytgan odamning barliq gunohlarini Alloh taolaning mag'firat qiladiganligidan xabar berdi. Bu ayet tavba qilmaganlarni o'z ichiga oldi deyish to'g'ri emas. Chunki shirkdan tavba qilmagan odamga mag'firat qilinmaydi. Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklardan ko'p odam o'ltirgan, ko'p zina qilgan insonlar bor edi. Islom kelgandan keyin ular Muhammad alayhisalomning yoniga kelib, hakikaten sen aytgan ve çaqırgan din elbette yaxşiken. Bizning qilgan yomon amallarimizning kaffaratidan bizga xabar bersang dedi. Shuning bilan Alloh taolo ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Allah harom qilgan nahaq odam o'ltirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Yaxshi amallarni qilganlar bu halda qolmaydi degan oyatni ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar degan oyatni nozil qildi. Bu hadisni Imom Muslim, Abu Davud ve Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ahmad Asma binti Zayd radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomning
uning amali yomondir degan oyatni o'qiyotganligini va yana uning aytganki gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir degan oyatni o'qiyotganligini angladim. Bu hadisni Imom Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadislarning hammasi jami gunohlarning tavba bilan mag'firat qilinadiganligiga pokitdir. Biror bandaning gunohlari qanchalik cho'ngib va ko'payib ketsa-mu, u Alloh taolaning rahmatidan hargiz umidsizlanmasin. Chunki rahmat va tavbaning eshigi kengidir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini bilmamdi. Kimiki biror yomonlik va o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Alloh taolo munofiqlar haqida bunday deydi. Munofiqlar cho'qim davzaxning eng ostingi qavatiga, ya'ni qahriga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Allah üç ilahning biridir deguchilar shaksiz kafir bo'ldi. Bir ilahdan boshqa hech ilah barhaq yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlaridan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tavba qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tavba qiluvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Mu'min er va mu'min ayollarga ziyonkashlik qilgandan keyin kufrdan qaytmaganlar. Hasan Basri mundaq deydi. Bu saxiylik va kang qo'rsoqlik qaranglar. Ular Allohning do'stlarini o'ldirdi. Hasan Basri mundaq deydi. Bu saxiylik va kang qo'rsoqlikqa qaranglar. Ular Allohning do'stlarini o'ldirdi, lekin Alloh bo'lsa ularni tavba qilishga va mag'firat tilashga chaqiryotdi. Bu vaqtda nurg'un oyatlar bor. Imom Buxoriy va Muslim Abu Said radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam 99 odamni o'ldirdi. Ondan pushaymon qilib Isroil avlodining abidlarining biridan tavbaga yo'l bormi deb so'radi. U yo'q dedi. Shuning bilan u uni o'ldirib to'liq 100 odam qildi. Ondan keyin u ularning o'limalarining biridan tavbaga yo'l bormi deb so'radi. U olim kimsening tavba qilishingga to'sqinlik qiliblar. Kimsening tavba qilishingga to'sqinlik qildi dedi. Ondan u odamni bir joyga berishga buyurdi. Bu joyning odamlari Alloh taologa ibodat qiladi. U bu joyga qarab mangdi. Yo'l ustida uning ajali to'shdi. Uning jinini elish haqida rahmat farishtalari bilan azob farishtalari talishib qoldi. Allah farishtalarni bu ikki yerning orasini o'lchashga, u odam qaysi tarafga yaqin bo'lsa, shu yerning odamlariga tavba qilishga buyurdi.
ular bu odamning hijrat qilib ketayotgan yeriga bir g'irich yaqin ekanligini tepib chiqdi. Shuning bilan uning jinini rahmat farishtalari oldi. Aytilishicha, u odam o'lish oldida ko'ksi bilan so'rilib, o'z yeridan yiroqlashgan ekan. Alloh taolo u odamni yaxshi yurtga yaqinlashishga, yomon yurtdan yiroqlashishga buyurdi. Mana bu shu hadisning qisqacha mazmunidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Alloh taolaning: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir" degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan Isa Allohdir. Isa Allohning o'g'lidir. Uzayr Allohning o'g'lidir. Allah faqirdir. Allohning qo'li bog'liqdir. Ya'ni Allah bexildir. Allah uch ilohning biridir deb jo'ylaganlarning hammasini Allah o'z mag'firatiga chaqirdi. Allah ana shularga mundaq deydi: ular Allohga tavba qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tavba qilguvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Allah ulardanmi cho'ng gunoh bo'ladigan so'zni qilgan odam Fir'avnni tavba qilishga chaqirdi. Fir'avn mundaq degan edi: "Men sizlarning buyuk Rabbinglar bo'laman." U yana: "Men o'zimdan boshqa bir ilohning borligini bilmayman" dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi: "Mushundaq pokitdan keyin Allohning bandalarini kim tavba qilishdan umidsizlantirsa, u Alloh taoloning kitobidan tangan bo'ladi. Lekin Allah uning tavba qilishini nasib qilmasa, banda tavba qilishga qodir bo'la olmaydi." İmam Tabarani Shutayr ibn Shakldan ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Allohning kitobidagi eng buyuk oyat: "Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir" degan oyatdir. Qur'ondagi yaxshilik va yomonlikni eng jam qilgan oyat Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahm qilishga buyurdi degan oyatdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qur'ondagi eng chiqish yo'li beradigan oyat sura Zumar'dagi: "Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar" degan oyatdir. Allohning kitobidagi hukmga eng tayinishga tegishli oyat: kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uningga chiqish yo'li berdi. Allah uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi degan oyatdir. Masruq ibn Mas'udga "Ras aytding" dedi. Ümidsizlanishdan to'sish haqida kelgan hadislar to'g'risida İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, agar sizlar osmon zaminni to'shqizayotgandek xatoliklarni qilsanglar, ondan Alloh taologa tavba istig'for etsanglar, albatta Alloh sizlarni mag'firat qiladi." Muhammad alayhissalomning jini ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, agar sizlar xatolashmasanglar, albatta Alloh taolo xatolashadigan qavmlarni yaratadi. Ondan ular xatolashganlik uchun
Allohga tavba istig'for etdi. Shuning bilan Alloh ularni mag'firat qiladi. Subhanalloh. İmam Ahmed Abu Ayyub Ansari radiyallohu anhuning vafot bo'lish oldida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan anglagan bir narsani sizlardan yo'shirib kelgan edim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi. Sizlar gunoh qilmaydigan bo'lsanglar, albatta Alloh o'rninglarga gunoh qiladigan biror qavmni yaratadi. Ondan ularni mag'firat qiladi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qildi. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo bandilarini tavbaga oldirishga qiziqtirib mundaq dedi. Sizlarga azob kelib, yordamga erishalmaganinglardan burun Rabbinglar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Ya'ni azob kelishdan burun tavba qilishga, Allohga bo'ysunishga va yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtum tut kelishidan ilgari Rabbinglar tarafidan sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. Ya'ni sizlar bilmaydigan va sezmagan yerdan azobning tuyuqsiz kelishidan ilgari Qur'onga ergishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, ya'ni qiyomat kuni tavba qilishda va Alloh tarafga qaytishda ketkizib qo'ygan gunohkor pushaymon qiladi va Allohga itoat qiladigan ixlosmand yaxshi odamlardan bo'lgan bo'lishni orzu qiladi. Men Allohning shariatini va dinini masxir qilguvchilardan edim deb qolmaslik uchun, ya'ni dunyodagi amalim faqat Allohning diniga ishonadigan, uni tasdiqlaydigan odamning amali bo'lmasdan, uni masxira qiladigan odamning amali edi. Yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'ladim deb qolmaslik uchun, yoki azobni ko'rgan chaqda koshki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Rabbiga bo'ysunsin. Ya'ni har qanday odam qiyomat kuni agar dunyoga qaytarilsa, albatta yaxshi amal qiladiganligini orzu qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bandalarining nima deydiganligini ular deyishdan burun, ularning nima qiladiganligini ular qilishdan burun xabar qilib mundaq deydi. Mushriklarning va ularning butlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allohning shariatini va dinini masxir qilguvchilardan edim deb qolmaslik uchun, yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'ladim deb qolmaslik uchun, yoki azobni ko'rgan chaqda koshki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Rabbiga bo'ysunsin. İmam Ahmed Abu Hurayra radiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan har qanday bir kishi o'zining jannatdagi o'rnini ko'rdi. Ondan koshki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, jannatga kirar edim deydi. Bu uningga pushaymon bo'ladi. Jannatga kirishga loyiq bo'lgan har qanday bir kishi o'zining do'zaxdagi o'rnini ko'rdi. Ondan Alloh meni hidoyat qilmagan bo'lsa, do'zaxga kirar edim deydi. Bu uningga shukr qilganlik hisoblandi. Bu hadisni Nasa'iy rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh.
Günahkar adamlar dunyoga qaytishni arzu qilgan, Allohning oyatlarini tasdiqlamaganligiga va payg'ambarlarga agashmaganligiga pushaymon qilgan chaqda Alloh taolo ularga durust, haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding, bo'yin tovliq qilding, sen kofirlardan bo'lding. Ya'ni ey pushaymon yig'ichi banda, yuz berayotgan bu ish haqida sana dunyodagi chig'ingda hidoyat tepishingga sababchi bo'ladigan nurg'un oyatlarim keldi. Dalil isbot turg'izildi, lekin sen uni inkor qilding. Uningga agishishdan takabburlik qilding. Va u oyatlarga tong'uchi kofirlardan bo'lding. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Allah şirikten ve günahtan saqlangıçılarını baxtga eriştirdigan yollar orqali azapdan qutuldurdi. Ularga külpet yetmeydi. Ular qayg'urmaydi. Allah Teala'ga yalğanını chaplaganlarning yaman aqibati ve taqvodorlik qilganlarning yaxshi aqibati to'g'risida. Allah Teala qiyomat kuni bir muncha yuzlarning, ya'ni bo'lgunchilik qilganlarning ixtilob tergan odamlarning yuzlarining qaridab ketadiganligini, sunniy aqidasidagi musulmonlarga agashgan kishilarning yuzlarining oq bo'ladiganligidan xabar berib mundaq deydi. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Ya'ni ularning Allohning shiriki bolasi bor deb yolg'onni to'qib qilgan da'volari uchun ularning yuzlari qaridab ketadi. Cehennemde mutakabbirlerge o'rin yo'qmi? Ya'ni cehennem ular uchun turalg'a bo'lish joy jihatda yetarlik emasmi? Ularning haqqi bo'ysunishdan cho'ngchilik qilganligi va uningdan bosh tortadiganligi uchun ularga cehennemde har qilg'uchi azob bor. Allah şirikten ve günahtan saqlangıçılarını baxtga eriştirdigan yollar orqali azapdan qutuldurdi. Ya'ni Allah öz dergahida ular uchun oldin tayyorlangan baxt saodat bilan ularni azapdan qutuldurdi. Ularga külpet yetmeydi. Ular qayg'urmaydi. Ya'ni qiyomat kunidagi cho'ng qo'rqinch ularni qayg'uga salmaydi. Belki ular har qanday qo'rqinishdan xotirjam, har qanday yomonlikdan yiroqdir. Barliq yaxshilikqa erishkichilardir. Alhamdulillah. Yuqorida sura Zumar tafsiridan 61-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.